Ha, nima bo'lgan ekan o'zi? Sal davleniyam oshibdi-da oyijon. Daliniz ochdimi yo uyda ishlar ko'payib ketibdimi? Nima? O'zini eshitmaganlik olyapti. Bizni lo'q deb o'ylaydi-da. Ha, nima dori kerak ekan? Dorilarni o'g'lizga telefondan yubordi. Ha, nimaga o'g'limga aytar ekansiz? Kimga aytay boshqa? Sizni tug'dirib chiqqan ota-onangizga ayting. To'ppa-to'p. Falon pul sarflab to'y qilganmizni ayting. Sizni falon so'mga to'y qilib olib kelganman. Shuni o'zi yetmaydimi? Ayting, kasalni davolaymiz buni. Jonga tegdi hozir. Ayting, deng, ayting. Nima deyin? Kasalingizni ham davolaymizmi deng? Ovqat olib kelasiz oyijon. Qanaqa ovqat? Men sizga nima dedim kecha telefonda? Uydagilaringiz hamma qarindoshlaringizga aytganmi? Har xil ovqat kelyaptimi? Uchmahal? Ana shundan ortganini bu yoqqa berasiz. Mana idish olib keldim. Tushundingizmi? Eringizga boramiz deng. Ha, eringizga boramiz. Yurim tuqqalar qaramayapti ekanmi? Nima deyapti? Siz mana shu yerdan chiqing. Yo, chiqingiz kelmayaptimi? Chiqqandan keyin ham yurish mumkin emas ekan oyijon. Nima deysiz? Kelin ham odammi? To'ppa-to'g'ri aytasiz. Qizlar ariqdan oqayib keladi-ku. Bizning ota-onamiz maktabga to'ylamagan, bog'chaga to'ylamagan, fondlarga to'ylamaganda, tekinga oson katta qilgan. Osmondan lop etib sizlar uyga paq etib tushgan bizlar.